Avvalambor assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Mana 19-may Humo Arenada 10 yil o'tib, Ummon guruhi yana konsert bermoqda. Ularga uzoq umr, baxt, omad, sog'lik tilab qolaman va ularga sabr va hamdardlik tilab qolaman. Oldin ular 3 kishi bo'lib ijro faoliyat yuritayotgan bo'lsa, hozirgi kunga kelib 2 kishi bilan faoliyat yuritmoqda. Ba'zi internet sahifalarida o'qib qoldim. 19-may kuni konsertda Jasurafov ham ishtirok etadi degan savollar juda ko'p berilgan ekan. Afsuski, Jasurafov ishtirok etolmaydi. Saraton kasalligidan vafot etgan. Shu sababli uning aytilgan qo'shiqlari, ovozlari tinglanishi mumkin. Ummon komandasining eng qiziqib faol fanatlaridan biriman men. Shu hamda Mr. Asliddin kanal orqali YouTube'da bloglik sohasini ham olib boraman. Ummon guruhi omad va muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Ularga beradigan bir nechta savollarim bor edi. Ular guruh tiklangandan keyin ham tiklanmasdan oldin 10 yillik konsert qolib ketgan edi. O'sha konsert bo'ladimi? Jasur Raqib xotirasiga bag'ishlangan bironta qo'shiq qilib chiqiladimi? Ayniqsa Jasurovning bir nechta so'zlari qulog'imiz ustida haligacha yangraydi. Bizning kichkina ovozimiz, kichkina san'atimizni hurmat qilib kelib, hech qachon yuzingizdan tabassum, qalbingizdan mehr arimasin degan so'zlari hali hamon qulog'imiz ostida jaranglab boradi. Keyinchalik Ummon komandasi hech qanday internetsiz yoki piarlar orqali o'zlari mashhur bo'lib kelgan to 2008-yilgacha. Savol shundan iboratki, Ummon guruhi hozircha vaqtincha tiklandimi yoki umrbod tiklandimi? Keyin nega konsert bir kunga belgilandi? Keyingi konsertlar ham muddati bir kun bo'ladimi yo ko'p muddatga uzaytirilishi mumkinmi? Javoblar uchun oldindan rahmat.